Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Jalabluq Agrobank mahallada ishlash bo'limi boshlig'i Abdulla Jasurov bo'laman. Hozirda bankimiz tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar haqida, kredit loyihalari haqida sizlarga qisqacha tushuncha berib o'taman. Undan keyin agar qiziqish bo'lsa, savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Xo'p. Hozirda bankimiz tomonidan, ya'ni aynan mahallada ishlash bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan kredit loyihalarimiz mahalla loyihasi asosida ajratilayotgan kreditlarimiz Prezident qarori 312 loyihasi asosida ajratilgan kreditlarimiz mavjud. Ya'ni sizlar bilasizlar, vaqtinchalik rejamiz to'lib qo'ygandi, hozir yana ochildi. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Loyihalarimiz ajratamiz, ya'ni bankka biriktirilgan hududlarga o'zimizni Jalabluq Agrobank hududiga ajratilgan kreditlarimiz mavjud. Xo'p, PK 312 qaror bo'yicha ajratilgan kreditlarimiz haqida tushuncha berib o'taman sizga. Yakka tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida hozirda ayollarimizning 18% dan erkaklarimizga 20% dan kreditlarimiz ajratiladi. Ya'ni qanaqa tartibda 1 yil faoliyat ko'rsatgan yakka tadbirkor yoki yuridik shaxs tashkil etmagan dehqon xo'jaligi tadbirkorlarimizga 100 million so'mgacha hech qanday garovsiz kreditlarimiz mavjud. Ya'ni unga ketadigan hujjatlar guvohnoma, shaxsni tasdiqlovchi, ya'ni YTTni rahbarining pasporti, faoliyat joyini, ya'ni qayerda faoliyat ko'rsatadi shu joyda kadastr hujjati. Agarda o'zini nomida, tadbirkor o'zini nomida kadastr hujjatlari yo'q bo'lsa, oila a'zosini, kimdir oila a'zosi bo'lsa, otasi, farzandi yoki shunaqa qarindoshlari, yaqin qarindoshlarini bo'lsa, mahalla komitetidan dalolatnoma keladi. Ya'ni o'zimiz borib o'rganamiz,